Assalomu alaykum. Hurmatli xalqimiz, yurtimiz. Va nihoyat biz Bo'ston tuman O'rtato'p mahallasida ishlarimizni yakunladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi tandirlarni mana joylashtirdik. Mana bugun endi Xudo xolasa o'tlarni yoqib pishiramiz. Bu yerga mana 100 talik qozon joylashtirdik. Yoniga mana samovar. Mana jumlaylari bilan hammalari. Xo'p. Ochib yopiladigan ligirovkalarini qo'llab qo'ydik. Bu yerga 30 talik qozon joylashtirdik. Mana yoniga rабочий stol, gazga joy qildik. Gaz o'rnaydi. Mana yoniga umumanlik qo'ydik. Bu chekkasiga gaz ballonni joylashtirdik. Bu yerga eshiklarni qo'yib, bugun Xudo xolasa tugatamiz. Patalolarni ham zontiklarni afishka qilib bekitib, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha harakat qildik. Xudo xolasa. Endi mana tayyor burchakkalarni bugun bosdik. Xudo xolasa yakunlanganda yana bir e'tiborlaringizga havola qilamiz. Oddiy nevestif mashina qilib oshxona qildik, mana letni oshxona qilib. Chiroyli qilib. E'tiborlaringiz uchun rahmat.